Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 2-iyul haftani chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Bu futbolkalarning razmeri 48 dan 56 gacha. Xo'p, mana rasvetkalari donaga 15 ming so'mdan ekan. Qora, mana oq. Xo'p. Seri mana bunaqangi mana yangi chiqqan ranglardan. Donaga necha pul edi bu? Donaga 15 ming so'm va pachkaga. Pachkaga 11,5. Pachkaga 11,5 ming so'mdan. 11,5 ming qo'ydik. Yaxshi, 500 so'm yana ham tushirib qo'yishibdi. Qo'ydik klientlar uchun. Hozir hali oshqovoq rang ham bor edi, anaqangi oranjiviy. Ha, ulardan ochmoqmiz. O'shandan bitta ochib olsangiz bo'lar ekan. Xo'p, mana bunisi yangi chiqqan rangi dogisi oranjiviy. Bu ham narxi shu mana. Razmeri 48 dan 56 gacha. Donaga 11,5 ming so'm. Yo'q, donaga 15 Ha, ming. donaga 15 ming so'm, Pachkaga 11,5 ming. pachkaga 11,5 ming so'm. Xo'p. Rasvetkangiz hozir sanab chiqaychi nechta ekan? Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta. Bu ham 7ta, 8ta, 9ta. 10 ta oshib rasvetka bor. Hozir u tomonida ham bor. Xo'p, bu tomonda oqlar ekan. Ishqi mana shular ekan hozirgi vaqtda. Xo'p. Telefon nomeringiz necha aka sizni? 93lik 374 50 70 ha? Shu nomerga telefon qilaverasizlar. Alo. Donaga pachkaga sotilaveradi. Donaga 15 ming so'mdan. Ha, telefon qilaychi ha? 3 ming so'm. Ha, telefon qilaman. 3 ming so'm. 3 ming so'm. 4 ta olsak 10 mingga berib. Ush deganda